Necha pul deysiz? 125 so'radi u. Yo'q, kelishtirib narxini ayting. 20 mi? 21 21. Generalni chiqadi. chiqadi. Salonni o'zim olganman. Kraska? To'g'ri deysiz. 100%. Ikkita vakuumchasi bor ekan. Yana bitta yuvib qaraladi bu. Hozir loy bo'lyapti, bu suyitni ko'ra olmaydi loytaydan lekin. 40 juda ko'pmi ham deyman, nima qilgan bor ekan. Aka, kelishtirib bering. 100 so'raganmiz, uni kamchiliksiz so'rabdi. Hech qanaqa kamchiliksiz so'rabdi. Probek qanchadi? 120 turdi, 21 ga endi javob beramiz-ku. Taksi qilinmagan. Xarajatlari ham bor ekan aka. Bitta ko'ring-da. Dangal ko'ring, mard gapiraman, mard gapira olasiz. Ha? 105 milliondan necha pul o'ta olasiz? Men shu haqida gapiring, keyin men gapimni ayta olaman sizga. Realni ko'ring. Yo'q, bitta ko'ring, men o'zim aqlim yetmaydi. Mana o'zim aqlim yetmaydi. Kelishtirayotgan shu shaharda kimdir olsin. Menga puli kerak emas. Bu mashinani baland aytib turibsiz, men rizq qo'yib sota olmayman bunga. Shaharda agar kimgadir ma'qul kelsa olsin, men roziman. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. O'sha 1 million qo'yib sotayotgansam, qo'yib sotmayman. Qangan, necha pul qilib bera olasiz? Ayting, aytaman. 5 bo'lsa kerak. Yo'q. Aka, eshitdinglar? Tushundim. Tirikchilik qilayotganingiz yo'q, aka. Endi narxlar tushdi, prosta ko'niking. Hech bo'lmasa, mana do'st deb biling meni o'zingizga. Bir 102 ham deng, aytib ko'raman, kimdir olsin, menga puli kerak emas. Realni ko'ring-da, haqiqatga yaqin qilaylik. Haqiqatga bera olmaysizlar. Shogirdim 100 so'raganini bilib, hozir men ham 100 so'radim. Endi shogirdimning savdosini sindirmay degan maqsadga. Aka 100 talik yuring. Agar shogirdim savdo qilmagan bo'lsa, men buni 100 so'ramayman. Necha pul qilib bera olasiz? Mana 105 dan necha pul o'tib olasiz? Qani, sizcha bo'lib ham gaplashing. Ayting, men shuncha o'tib beraman-da. Ishingiz bitib ketadi aka. O'g'rimni aka. Og'rimay, men shuncha o'tib beraman-da. Necha pul o'tib bera olasiz? Men shuncha o'tib beraman. Yo'q, bir foydasi yo'q. Eshiting. Endi bunday qilamiz. Endi joy almashamiz, bitta o'yin. Endi siz Akmal, men sotuvchiman. Siz hozir aytdingiz, 105 ga kim oladi mashinada, kim oladi, hech kim olmadi. Endi hozir 104 ga olib 1 million rizqingizni qo'yasiz-ku. Endi kim oladi 105 ga degan bilan ham 1 xil so'mmami? Qiyonda ham borki, quvvatgan odam boshiga qaraydi-da, yaqinroq bo'lsa quva. Uzoqroq bo'lsa yetolmasligini biladi-da. Bitta ko'ring. 102 million bo'lsa olaman, 103 ga sotuvga qo'yaman aka. Dangani. Naqd pulini olasiz. Rozimisiz? Bering aka. 102 naqd pul olasiz, 3 ga sotuvga qo'yaman. 5 dedim aka, hech kim olmadi. Qimmatligini hamma bilib turibdi. 500 ming qo'shmadim, 1 million qo'shmadim, 2 million qo'shib so'radim. Prosta mana mujik kelaman deganingizga so'radim. Barakangiz bormi? Mana. Olarman bor ekan. Xo'p, avzorni aytib ketaman. 2021 mexanika 120 mingdan o'tgan. Ikkita joyga vakuum bor dedilar, bitta yuvib kelsangiz, tozalab, kraskasini ko'rib berish meni bo'ynimga qolib ketdi. Bu odam radnoy dedi, men ko'ra olmadim. Loy mashin. Agar kraska chiqib qolsa, savdodan qaytadi aka, tushundingizmi? Qaytadi degan detaldan kamya $200 o'tib beriladi. Bilasizmi bu qonunni? Kraska chiqib qolsa $200 o'tib berasiz. Lo'ba detaldan. Chunki radnoy dedingiz, men ko'ra olmadim, loy mashin. Yuvib kelganingizga ko'rib ochaydim. Shu narsasi bo'ynimga qolib ketdi. 102 oldim, 1 million qo'yib sizga sotdim, 103 bo'lib o'tdi. Aka, rozimisiz? Ish nima ishda? Dehqon. Ya nima deyapsiz? Qo'lga dehqonni qo'li. Nima deyapsiz? Sabzi ekaman. Bir xalta sabzi olib kelasiz. Do'stim 1 million qo'yib sotdim mashinangizga. Rozimisiz? Roziman.